Do'stlar, ko'ringlar, razmerlar har xil. Turpoq tanlamaydimi? Qanaqa turpoq bo'lishi kerak degan aka-ukalarimiz uchun. Xo'p, har xil rangda turpoqlarimiz, masalan, qora, qizil, qanaqa rang bu endi? Bilmadim rangini. Mokriy deydimi? Mana oq, farqi yo'q turpoqlarimiz. Kim turpoq qanaqa bo'lsa ham farqi yo'q. Asosan mana bunaqa qumi bo'lmasa bo'ldi. Mana qumni ko'ryapsizlar. Mana bunaqa qumi bo'lsa mayli 20% 30% bo'lsa bo'ladi. Agar 50% bo'lsa ishingizda qisilib beraveradi, lekin sifat bo'lmaydi. Buzilib ketishi oson bo'ladi. Mana chiqargan ishlarimiz. Zakonni turibdi yomg'ir ham. Bitta otang sinishini ham ko'ring. Tevaga otang. Ya balandroq otang bu nima bo'ladi? Otavering qo'rqmay, sinsa sinar. Sinsin-da mana shu ko'rib, ha sinarkan yo sinmaydi degansiz. Otang mana shu kuzakda chiqargan shu. Baland otang. Ho, endi buni borib betonga otang, olib kiring sexga. Hozir aytda otdik, endi tagi yumshoq edi. Xo'p, buni mana betonda otamiz, maydalanib ketmaydi. Mana. Ko'zlaring bu endi sifatdan-da. Bu haliga blok razmer, adashmasam 30 ga 15, podiumi ham 15 razmerda. Mana bu hamdaqa katta apparatimizda chiqargan, bunda chiqargan aynaqa nimalarimiz. Ko'rib turibsizlar. Bo'ldi. Olib tashaveramiz. Aqabaqa qilmaymiz. Sirazi narxini aytamiz, apparatni turlarini ko'rsatamiz, aksiyani aytamiz, eng yaxshi yangiliklarni faqat sizlar uchun Biznes TV kanalida kuzatib borasizlar. Va dastavkalar qanday qaytgacha manzilimiz yangi detallarni qo'yayotganimizda hammasini sizlar uchun to'liq ko'rsatib boramiz. Uy uchun nima qilasizlar? Bitta laykni bosib, pastda nomerlarga shunday aloqaga chiqsalaring, to'g'ridan to'g'ri o'zimizga tushasizlar. 24 soat xizmatlaymiz. Qani unda biz apparatlarimizni bir boshdan obzorini ko'rsatishni boshladik. 6 fevral 2026-yil juma kunida turibmiz. Hammalaring juma ayyomlaring bilan tabriklagan holda biz video obzorimizni boshladik do'stlar. Xo'p, 380 da 7,5 kilovatli ikkitadan chiqaradi, ko'rib turibsizlar. 38 ga 18, podiumi ham 18 ikkitalik. Buni o'zimizda Surxondaryodan zakaz qilgan akalarimiz tez kunda olib ketishadi, kelib tekshirib garantiyalari bor. Har bitta silindrlari ham, richaklari ham ko'rib turganlaringdek yangi qo'yiladi. Bunisi ham 380 ga bo'lgan. Buni ham razmeri xuddi shu razmerda ikkitalik chiqaradi. Ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa har bitta detalni yangi qo'yib chiqaryapmiz. Hamda mana bu taraflariga ham ahamiyat berasizlar. Sefli bo'lgan. Ko'pchilik aytishi mumkin, nega remenli emas? Yo'q, remen buksovod qilib qolishi mumkin. O'shaning uchun sep qo'yamiz. Bundan buksovod qilmaydi. Bemalol har xil nagruzkada bemalol ishlab beradi. Bunisiga kelsak do'stlar, bunisi bittalik 220 da ishlaydi. Buni razmeri do'stlar 30 ga 15, podiumi 12 bittalik chiqaradi. Faqat 220 da tushuntirib o'taman, to'liqroq ma'lumot beraman. 220 da faqat bittalikda kichkinaroq razmer bo'lsa, bemalol chiqaraveradi. Ikkitalik qilib o'sha 38 ga 18 qiladigan bo'lsangiz, ozgina motorimizga kuch kelib qolishi mumkin. O'shaning uchun zakaz qilayotganda shoshmaysizlar, yaxshilab videoni oxirigacha ko'rib, ahamiyat berib, keyin menga 220 dan bitta tayyorlab bering deysizlar. Razmerlaringni paltara yoki standart, soldatskiy yoki masalan 25 ga 20 shunaqa razmerlar bo'lsa, bemalol zakaz qilsalaring bo'ladi. Faqat uni ham bittalik chiqarsa bo'ladi do'stlar. Bunisini benzinlisi, xudo xolasa buni ham tayyor qilganmiz. Mana ko'rib turibsizlar. Benzin motori yangi qo'yiladi. Rasxodi benzin motorimizni shu soatiga 300-400 gram rasxod qiladi. Rasxodi ko'p emas. Bunisiga kelsak, mana bunisini ko'rib turibsizlar. Alarishni, xudo xolasa tayyor bu ham. Buni hozir Tojikistonga chiqarib yuboryapmiz. Ishlatib, albatta ko'rsatib, video qilyapmiz. Xo'p, bunisi ham mana har bittasi sepli bo'lyapti. Motorlarimiz yangi, yog'bachoklarimiz, shlanglarimiz, richaklarimiz, silindrlarimiz. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar. Razmerlari ham bittalik bo'lgan bu. Bittalik, mana ko'rib turibsizlar. Hozir buni ham ishlatib, yurgizib ko'rsatamiz. Bitta buraganda o'zi zavat bo'ladi. Akkumulyatorlar xohlasa ruchnoy ham yuraveradi, do'stlar. Ahamiyat berasizlar. Bu yerda mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta gidrosilindrli apparatlarimiz tayyor. Bularni endi sizlar uchun narxini xudo xolasa Ramazon oyi yaqinlashdi. Shu Ramazon oyi to'liq nima bo'lsa bo'lsin 17 milliondan xoh 380 dan oling, xoh 220 dan oling, xoh salarishni oling, xoh benzinli oling,
har qayoq aksiya ketdi, berib yuboramiz. Nima bo'lsa bo'ldi. Faqat sizlar uchun. Zakaz qilasizlar, telefon qilasizlar, bemalol dastavka farqi yo'q. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston hamda O'zbekiston ishda 12 ta viloyatga chiroyli qilib yetkazib beramiz. Garantiyalari bor har bitta apparatimizni. Bemalol bu loy blok, ya'ni o'sha blok razmerda nostandart g'isht chiqaradigan razmerda chiqaradi. Bir kunda 2 kishi 3000-4000 tagacha chiqarsa bo'ladi, yaxshi ishlab tursa. Keyin buni imkon qadar loyini tayyorlashga motoblok, ya'ni bahorda yerlarda og'daradi-ku, ana shunaqa motoblogingiz bo'lsa, yanada yaxshi. Agar motoblogi yo'qlar, arzonroq aka to'v bering desa, o'zimizda bor, uni ham garantiyali qilib yasab berib yuboramiz, farqi yo'q. Xo'p, bu apparatimizdan mana chiqargan g'ishtlarini ko'rdilaring. Xudo xolasa, like qarsa bitta like deb bosib qo'yasizlar. Bugun mana yomg'ir, shamol, sovuq. Bugun o'shani hisobiga loyimiz ozgina suyuq bo'lib ketdi. Endi qishki kunida baribir loylar suyuq bo'ladi. Buni hozir martni boshidan hamma ishlatishni boshlaydi. Shuning uchun harakat qilasizlar. Ro'za Ramazon oyida zakaz qilaman degan aka-ukalar, zakaz qilsalaring narxlarini vobshe bomba qilib beramiz. Bunisiga kelsak endi do'stlar, bunisini narx 2025 dagi narxmi yoki oshdimi yoki tushdimi yoki o'sha narxda qoldimi deb so'ragan aka-ukalarimiz uchun. Prediktorlarimiz yangi, motorlarimiz masli, hamma yo'g'i garantiyali. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Lentalari bor. Ikkita aravasi bonusiga ketadi. Xo'p, buni narxini do'stlar joyida sizlar uchun o'sha narx oshdi, tushdi, ko'tarildi, aqabaqa bo'ldi, yo'q. 33 million sotilgan, 33 million olib ketaverasiz Ro'za Ramazon oyida. Xudo xolasa. Endi buni toklisini so'raganlar uchun do'stlar 380 ga ishlaydi. Aka, ashundan kiradigan akalarimiz uchun uni ham narxi o'sha 28 milliondan qilib beramiz sizlar uchun. Buni endi gibridini, ya'ni mana shu holatda ham tokka ham salarishning 36 million joyidan aka-ukalar. Faqat sizlar uchun ahamiyat berasizlar. Har bitta detalni yangi qo'yamiz, garantiya beramiz, manzilingizgacha dastavkasiga kelsak, dastavka ham qilib beramiz. Xo'p, endi buni traktorlisini aka nech pul qilib berasiz degan aka-ukalarimiz uchun traktorlisini do'stlar sizlar uchun 24 million qilib beramiz. Faqat manusini bo'lmaydi xolos. Mana shu motorni olib tashlaymiz, 24 millionga olaverasiz. Aka, yanada arzonroq variantidan ayting, yanada arzonroq variantidan ko'rsating degan do'stlarimiz uchun yanada arzonroq varianti faqat sizlar uchun. Mishalkasi bo'lmaydi, ya'ni bunisi. Xo'p, lentasi bo'lmaydi. Mana shu motor qolgan joyi hamma yo'g'i bo'ladi, ikkita aravasi bilan. Turpog'imizni premoy baqa tashiysiz. Siz uchun joyida 26 million so'm qilib beraveramiz. Maza qilinglar ana sizlar uchun. Endi aka yanada arzonidan degan do'stlarimiz uchun shuni bunisi motorimiz yo'q, mishalkamiz yo'q, lentamiz yo'q. Pasini o'z mana shu reduktordan kelgan traktorga shunday kardan orqali ulab maza qilib ishlatayotgan menda traktor bor desalaring, uni narxini sizlar uchun 19 million qilib beramiz. Maza qillaymi? Qani qayerda bor shunaqa narx? Aytinglar, mana deb, yo'qsa atmetka qilib ketinglar. Mana aka, mana shunda sizdan arzon deylar, undan arzoniga beraveramiz. Eng arzoni bizda faqat sizlar uchun. Maza qilinglar, oylar ishlatinglar, soqan qilinglar. Ketdik. Endi biz esa sexda ichiga kirib bitayotganlarni ko'rsataveramiz. Tojikistonga 4 metrlik mishalka zakaz qilgan akamizni mishalkalari tayyor bo'ladi. Mishalkani o'zini qilib bering degan, xudo xolasa bitish jarayonida. Endi bu tarafga kelsak, mana do'stlar, bu tarafda o'sha zakaz qilib bo'lgan bularning egalari bor. G'ish apparatlarimiz, o'sha bu ham salarishni tokli har xilida. Bunisi esa ko'mir briket apparatimiz 220 da, salarkada 380 da farqi yo'q ishlayveradi. Narxi sizlar uchun 16 million so'm do'stlar. Turidan bor. Men qolipini kattaroq qilib bering, kichkinaroq qilib bering yoki shestegran to'rtburchak har xil shaklda farqi yo'q qilib beriladi. Yoki aka bundan kattarog'ini, ko'prog'ini bu soatiga qancha? Soatiga mana shu bemalol xoh 220 da ishlating, xoh 380 da, xoh salarkada 500 kg hokayizda briket qilib beradi. Sifatiga garantiya, o'rtasida teshigi bo'ladi, qattiq bo'ladi. O'zimiz faqat mana shundan qishda chiqarib katolimizga tashlab maza qilib yoqamiz. Katollarimizni ko'rishlaringiz mumkin, ko'rsatib o'tamiz uni. Xo'p, bag'da yana o'sha gidrosilindrlar stanogimiz tayyor bo'lyapti. Egalari zakaz qilgan tayyor bo'lyapti. Xo'p, lentamiz mana o'sha 3 metrlik. Bu tarafda endi mana ko'rishlaringiz mumkin.
bitta, ikkita, uchta, yana bunisi bilan 4 ta o'sha katta g'ish apparatimiz. Endi bundan kattalarini ham yasab beraveramiz akalar. Quruq turpoqqa deysizlarmi yoki aka menga kakpolozniy zavod kerak deysizlarmi? Hamma yo'q avtomatlashtirilgan, farqi yo'q. Reskani aka avtomat qilish ilojisi bormi? Farqi yo'q akalar. Xudo xolasa yaxshi yangiliklarni o'ylab qo'yganmiz. Tez kunda apparatlarga yangilikni qo'shamiz. Shu ishlatayotganlarga udobstvani qilamiz. Faqat narxiga imkon qadar qo'shmaymiz. Nima bo'lsa bo'lsin. Bunisi o'sha ko'mir briketlarimiz tayyor bo'lyapti. Bu tarafda mana ko'rishlaring mumkin. Ko'mir briketimiz rushnoyi, g'ish apparatimiz rushnoyi mana tayyor bo'lyapti. Xudo xolasa bular ham kimga qanaqasidan kerak bo'lsa ishlab chiqarish apparatini shlaka blok deysizlarmi, pena blok deysizlarmi, sovundiki, geldiki yoki boshqa turdagi ishlab chiqarish apparatlarini deysizlarmi, farqi yo'q, hammasidan yasab beraveramiz. Zakaz qilmoqchi bo'lgan aka-ukalar shu mana shu nomerlarga aloqaga chiqasizlar mana. Dastavka Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston hamda O'zbekiston 12 ta viloyatga barcha ishlab chiqarish apparatlarini tez vaqt ichida yasab, bitirib Abdullanga yetkazib beramiz. Xo'p, srok hozirgi kunda zakaz qilsangiz 10 kun, 15 kun ichida tayyorlab, bitirib, yetkazib berish xizmati bor. Endi martga o'tib, aprelga o'tib, o'chirt ko'payib ketadi, chunki sezon boshlanadi. Buni hammalar yaxshi bilasizlar. O'shaning uchun bir oy cho'zilishi mumkin. Zakaz qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizdan shuni so'rab qolardikki, vaqtliroq shtobi zakaz qilib, olib borib, sezonga tayyor qilib, bitta qo'shsa, ishlab chiqaraveradigan qilib olsalaring, yanada o'zlaring uchun yaxshi bo'ladi. Mana ishlarimizga bitta baho berasizlar chiqarganlariga. Paltara razmerda, xohlasa soldatichki, farqi yo'q. Kimga qanaqa razmer kerak bo'lsa, har xilidan chiqarib beraman. Mana do'stlar, ko'ringlar, razmerlar har xil. Endi turpoq tanlamaydimi? Qanaqa turpoq bo'lishi kerak degan aka-ukalarimiz uchun. Xo'p, har xil rangda turpoqlarimiz, masalan, qora, qizil, qanaqa rang bu endi? Bilmadim rangini. Mokriy deydimi? Mana oq, farqi yo'q turpoqlarimiz. Kimga kim turpoq qanaqa bo'lsa ham farqi yo'q. Asosan mana bunaqa qumi bo'lmasa bo'ldi. Mana qumni ko'ryapsizlar. Mana bunaqa qumi bo'lsa mayli 20%, 30% bo'lsa bo'ladi. Agar 50% bo'lsa, g'ishingizni piraslab beraveradi, lekin sifat bo'lmaydi. Buzilib ketishi oson bo'ladi. Mana chiqargan ishlarimiz zakonni turibdi yomg'irda ham. Bitta otang sinishini ham ko'ring. Tevaga otang. Ya balandroq oting, bu nima bo'ladi? Otavering, qo'rqmay, sinsa sinar. Sinsinda mana shu ko'rib, sinarkan yo sinmaydi degansiz. Oting mana shu kuzakda chiqargan ishim. Baland oting. Endi buni borib betonga oting, olib kiring sexga. Hozir aytda otdik, endi tagi yumshoq edi. Xo'p, buni mana betonda otamiz, maydalanib ketmaydi. Mana. Ko'rdilaringmi? Bu endi sifatdan-da. Bu haliga blok razmer, adashmasam 30 ga 15, podiumi ham 15 razmerda. Va bu hamdaqa katta apparatimizda chiqargan, bunda chiqargan aynaqa nimalarimiz. Ko'rib turibsizlar. Bo'ldi. Olib borib tashlayveramiz. Yomg'irga bardoshi qanaqa deb so'raydi juda ko'pchilik aka-ukalarimiz mana. Ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa zakonni turibdi. Mana. Mana. Necha yildan mana shu devorlar turibdi-da. Har xilida mana razmerlar 7 lik bor. Paltara bor, turpoqlarimiz har xil rangda. Shuning uchun qo'rqmay zakaz qilaverasizlar, turpoq tanlamaydi, asosan shu qumi bo'lmasa bo'ldi. Razmerlarning farqi yo'q. Bunga qanaqasidan bo'lsa, keyin ko'pchilik haliga chiqara olmaymiz, yo buziladi, yo boshqa bo'ladi deydi. Yo'q. Imkon qadar u narsalarni ham yanada bir yangilik qo'shib, shu olgan klientlarimiz qiynalmasligi uchun, maza qilib ishlatish uchun o'sha udobstvolarni qilganmiz. Umuman qiynalmaydi yo'q. Tashiydi, chiqadi. Xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, bizni kuzatishda davom etasizlar. Manzilimiz o'sha Qo'qon shahar. Telefon nomerlari ekranda 5958 hamda 1112 aloqaga chiqa olasizlar. Telegram, WhatsApp, email, Viber xohlasalaring kiraman. Telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizni kuzatishda davom etib, bitta-bitta laykni bosib